Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, mana shu xonadonga kech bo'lsa ham keldik. Ehsonimiz bor edi Shuhrat akamizdan. Xudo xolasa mana shu xonadonda yashaydigan opamiz bor ekanlar. Alloh sabr bersin, Alloh mushkullarini oson qilib, barcha homiylarimizdan iltimos qilamiz. Uy olishlari kerak. Bu hozir kvartirant bo'lib turadilar. Opajon, kvartirant bo'lib turadilar shu xonadonda iloji boricha homiylar bo'lsa, uy qilish niyatlari ekan. Mana shunaqa bir chiroyligina, shu jajjigina farzandlari bor 3 ta dona. Shularga chiroyli bitta xonadon qilib bersak yaxshi bo'lardi. Iltimos qilamiz. Hozir obzor qilib bitta ko'rsatib o'taman xonadonlarni. Mana bu yerda oshxonalari bor ekan. Xolodilnik baraka topsin, bitta akamiz ham opamiz aytsin gazlarni. Bo'lmasam bular o'choqda qilishayotgan ekan. Hozir paytda mana ehson qilgan opamiz ham akamiz bilmayman shu narsani berishibdi. Opamiz ham akamizga ham kim sovg'a qilgan bo'lsa rahmat. Xolodilnik akras qaranglar, xolodilniklari bo'shab qolibdi. Alloh aziz qilsa avvalambor. Mana katta rahmat, omonatni yetkazdik. Mana yo'da go'sht, mahsulotlar, xullas muhayyoqa o'zingiz ochib bering. Hojona o'zingiz ochib bering. Bitta ko'ring. Omonatlarni yetkazib berdik. Baraka topingizlar, chiqib. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Rahmat, Allohga shukr. Shunchalik bu xonada juda katta oila yashashar ekan, o'shaning uchun juda katta minnatdorchilik bildirib o'tishyapti. Baraka topsin, rahmat hammalariga. Oilamning nomidan baraka topingizlar. Sizlarga rahmat. Shu yordam berishlaringizni so'rab ukam Dilshodjondan iltimos qildim. Shu bolalarim kelajak uchun oilada bitta o'zim ishchi. Hammazimni o'zim yelkamda ayol boshim bilan ozgina qiynaldim. Deb yordam so'rab sizlarga murojaat qilyapman. Avvalambor hammalaringizga qilayotgan xayrlaringiz bilan kattakon rahmat. Shunchaki bizni ham Alloh nazaridan chetda qoldirmaganlaringiz uchun sizlardan iltimos shu uy joyga ozroq yordam qilsalaringiz. Allohga shukr, rahmat hammasiga. Xudo xolasa mana shu kichkina jajji farzandlarimiz ham, mana shu jiyalarimiz ham ehson beradigan bir juda ham katta bir inson bo'lishadi inshaalloh. Alloh uyiga borib namoz o'qiymiz. Mashalloh. Ehson qilamiz. Qaranglar, maqsad niyati zo'r-da, bolalarning yosh bo'lsa ham niyati, maqsadi zo'r. Hajiga borasizlar, xudo xolasa umriga, hajiga borib, ziyoratlar qilib birgalikda, inshaalloh Alloh nasib qilsa, birgalikda o'zim ham sizlar bilan birgalikda borishga nasib qilsin avvalambor. Mana xonadonlari mana shunaqa. Bu yoqlarni ham ko'rsatsam bo'ladimi? Ha, bemalol telefonlarimiz. Mana shu xomashda yotishadi, tepada, pastda mana joy qilishar ekan. Shu xonadonda kvartirant bo'lib turasizlar. Kvartirant bo'lib turishadi, 7 ta jon. Xudo xolasa mana shu 7 ta jonda mana shu muhayyoqa mozlari bor. Toshkent shahar Sergeli tumanida dvornik bo'lib ishlayman, Jekda, BSK xodimida. Kasbimdan hech ham nafratlanmayman, Allohga shukr. Chiqib hamma qo'ldan kelgancha opam, ukam, Allohga shukr. Mana shu mehnatlardan hech qachon uyalmagan holatda ishlab kelyaptilar. Muhayyoqa davlatimizga tozalik, ya'ni toza saqlashni nima qilib qo'yibdilar. Mana shu jajjigina farzandlari uchun mana shu kichkina qizchalari bor ekan, qaynonalari o'tiribdilar shu farzandlari. Shularning haqqiga barchalardan iltimos qilaman, chiroylikgina qilib duo qilib, mana shu uy olib, mana shu kvartirantdan chiqib bir o'zligini uyligi bo'lishini xohlayapti. O'shanga qo'lingizdan kelganicha karta raqamlarini yozib qo'yaman pastda. Shu karta raqamlariga qo'yishni so'rab qolardim. Salomat bo'linglar, barchalarga katta rahmat. Rahmat dinglar. Shuhrat aka, sizga avvalambor alohida rahmat, kattakon. Ilohim qilgan ishlaringiz xayrli, ehsonli. Siz hajga borgan bo'lsangiz ham hojatdasiz, hajga bormagan bo'lsangiz ham hojatdasiz. Ilohim shu yosh farzandlarimni inobatga olib, shunchalik xayr ehson qilib, ehson sifatida sovg'a salom berib o'rgan ekansiz. Katta rahmat akajon, ilohim.